Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana To'ytepada Alisher aka kelib qo'y tashab ketdi bizga. To'ytepadan Alisher aka qo'y qaytarib olib kelibdi. Qo'ylarimiz mana tushyapti taroziga. Uchalasi birgalikda 253 kilo. Qo'ylarni sotib oldik. Bahodir akalar o'zi qo'chqorlar oldik. 5-6 oy oldin. Boqdik, baraka ko'rdik. Rahmat Bahodir akaga. Buni bir bozorga olib chiqib sotmoqchi bo'ldik. Bozorda sal narxlar to'g'ri kelmadi. Bahodir akani o'zlariga olib keldik. Mana tushunadigan o'zini bir ishqibozlarga ketdi qo'ylar. Bozorga ham olib chiqqan ekan, bozorda o'yin qilishgan ekan. 64 dan deb 62 dan qilib taroziga 64 dan qo'yamiz deb bozor qaytishiga yaqin 62 qilib mana shunaqa ozgina tushunmovchiliklar bo'lib odam asabini o'ynadi. Keyin bozordan olib chiqib ketib to'g'ri Bahodir aka oldiga keldik. Mana Bahodir aka 65 ming so'mdan tirik vazniga olib qoldilar. Sotib mana ular ham biz ham baraka ko'rdik. Rahmat. Kelinglar, olinglar. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.